Maktabgacha ta'lim tizimini isloh qilish, o'quv-tarbiyaviy ishlarni yangi bosqichga olib chiqish maqsadida Prezidentimizning qator qaror va farmonlari qabul qilinib, sohaga tatbiq etilmoqda. Mazkur qarorlar mazmun-mohiyat bilan jamoatchilikni tanishtirish maqsadida Maktabgacha va maktab ta'limi boshqarmasi tomonidan Vobkent tumanida press-tur tashkil etildi. Tafsilotlar navbatdagi lavhada. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining maktabgacha ta'lim va tarbiya tizimini yanada takomillashtirish chora-tadbirlari to'g'risidagi farmoni qabul qilindi. Unga ko'ra, 1 yillik maktabga tayyorlov guruhlari majburiy umumiy o'rta ta'limning boshlang'ich bosqichi sifatida joriy etilishi, maktabgacha ta'limda o'yinga asoslangan ta'lim tizimi yo'lga qo'yilishi, tarkibida bolalarni rivojlantirish innovatsion markazi bo'lgan yangi avlod maktabgacha ta'lim tashkilotlari tarmog'ini tashkil etish kabi masalalar nazarda tutilgan. Mazkur yangiliklar va maktabgacha ta'lim tashkilotlarida ta'lim va tarbiya sohasida yangicha metodlar bilan jamoatchilikni yaqindan tanishtirish maqsadida Vobkent tumanidagi 22-son davlat maktabgacha ta'lim tashkilotida press-tur tashkil etildi. Press-tur ishtirokchilari dastavval mazkur bog'chada ta'lim-tarbiya ishlarining tashkil etilgani bilan yaqindan tanishdilar. Shundan so'ng bu yerda tashkil qilingan zamonaviy maktabgacha ta'lim tashkiloti baholash mezoni asosida maktabgacha ta'lim tashkilotlarini baholash va ularning reytingini baholash mavzusida seminarni ham kuzatishdi. Seminarda Buxoro viloyatidagi Qorovulbozor, Qorako'l, Kogon, Romitan, Jondor, G'ijduvon tumanlarining barcha direktorlari va o'rinbosarlari ishtirok etib, yangicha tajriba va bilimlar almashishdi. Shu bilan birgalikda maktabgacha ta'lim tashkilotlarida bugungi kundagi yangicha zamonaviy metodlarni ta'lim-tarbiya jarayonida qo'llash bo'yicha press-turimiz ham o'z ishini olib bormoqda. Bu o'quv seminarimiz hamda press-turimizni tashkil etishdan maqsad har bir tumanda namuna asosida tanlab olingan zamonaviy maktabgacha ta'lim tashkilotlarida qo'yiladigan baholash mezonlari hamda unga qo'yiladigan talablarni barcha pedagoglarimizga amaliy jihatdan yetkazishdan iborat. Seminar davomida O'zbekiston Respublikasi Maktabgacha va maktab ta'limi vazirining 2025-28 avgustdagi buyrug'i mazmun-mohiyati yuzasidan tushunchalar berildi. Zamonaviy maktabgacha ta'lim tashkilotiga qo'yiladigan talablar, baholash mezonlari va baholash metodikasi bo'yicha taqdimotlar o'tkazildi. Pedagoglar ishtirokida pedagogik daqiqa tashkil etildi. Tashkilot tarbiyalanuvchilari va xodimlarining chiqishlari ham namoyish etilib, ishtirokchilarga ko'tarinki kayfiyat ulashildi. Seminar yakunida ishtirokchilar tomonidan fikr va mulohazalar bildirilib, baholash jarayonlarini samarali tashkil etish bo'yicha takliflar ilgari surildi. Mazkur o'quv seminari maktabgacha ta'lim tashkilotlari faoliyati sifatini oshirish, zamonaviy talablar asosida ish yuritish va shaffof reyting tizimini shakllantirishga xizmat qilgani bilan ahamiyatli bo'ldi. Shu bilan birga ommaviy axborot vositalari vakillari maktabgacha ta'lim tashkilotlarida amalga oshirilayotgan ta'lim va tarbiya ishlari bilan yaqindan tanishish imkoniga ega bo'lishdi.